Assalomu alaykum. Pythonda dasturlash kursimizning 3-soniga ham kelib oldik. Demak, bugun ko'rib o'tadigan mavzumiz kommentlar hamda operatorlar mavzusi bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz rejasi, demak, kommentariyalar haqida bilib olamiz, hamda operatorlar hamda asosiy turlarini ko'rib chiqamiz, hamda darsimizni mustahkamlash uchun vazifalar beriladi. Demak, birinchi o'rinda kommentlar mavzusini ko'rsak. Komment bu kodni izohlash uchun yozilgan matn hisoblanadi hamda har qanday dasturlash turida kommentariyalar bo'ladi. Bu kommentariyalar run vaqtida run bo'lmaydi. Bu shunchaki kodimizni boshqa bir dasturchi tushunish uchun kerak bo'ladigan komment hisoblanadi. Misol uchun print hello deb chiqarsak, saqlanib qilib faylimizni run qilsak, salom deb ekranga chiqadi, to'g'rimi? Demak, komment yaratishda esa biz panjaradan foydalanamiz hamda bu yerda print metodidan foydalanamiz kabi kommentariya hisoblanadi. Hamda keling buni ham bitta saqlanib turib, yana qayta ishga tushirib ko'ramiz. Demak, salomning o'zi chiqdi. Demak, kommentariya bu shunchaki boshqa bir dasturchi bizning kodimizni tushunish uchun shunchaki biz izoh qoldirib ketamiz. O'sha narsa. To'g'ri, bu biz bir qatorda yozyapmiz. O'shaning uchun bu ishlayapti. Agar biz ikkinchi qatorga ham mana shunday komment yozsak, mana o'zi sariqcha berib xato berishni boshlayapti. Demak, kodimiz, kommentimiz yana ikkinchi qatordan yozish uchun yana bitta panjara qo'yishimiz kerak hisoblanadi. Agar deb panjara bilan yozish yoqmas, yozishdan ko'ra, ya'ni kommentimiz juda ham ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, bizda double quote bor yoki mana bu demak bu ko'p qatorlik komment. Misol uchun mana bu ham kommentariya hisoblanadi. Biz e'tibor beramiz, double quote dan foydalandik. Xuddi shuni single quote dan ham foydalanishimiz mumkin. Demak, bu ham ko'p qatorlik komment. Demak, kommentlar ikki xil bo'lar ekan. Single line, ya'ni bir qatorlik hamda ko'p qatorlik kommentlar bo'lar ekan. Demak, bir qatorlik kommentlarni yaratishimiz uchun biz panjaradan foydalanamiz. Ko'p qatorlikda yaratish uchun double quote dan 3 ta yoki single quote dan 3 tadan yozishimiz kerak hisoblanar ekan. Demak, kommentariyalar qisqacha mana shundan iborat edi. Yaxshi dasturchi kodga doim izoh qo'yishadi degan qonun ham bor, qoida ham. Demak, keling endi operatorlarga o'tsak. Operatorlar bu Pythonda amalda bajaradigan belgilar yoki so'zlar hisoblanadi. Demak, asosiy o'zi turlari juda ham ko'p operatorlarimizning, lekin asosiy turlari 3 ta hamda biz uchalasini ko'rib o'tamiz. Birinchisi arifmetik operatorlar. Bular o'z nomidan ma'lumki, arifmetik amallar uchun operatorlar hisoblanadi. Ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiqni topish, darajaga ko'tarish hamda bo'lib butun qismini olish kabi amallarimiz arifmetik operatorlarga kiradi. Demak, qisqacha o'tsak, demak, qo'shish operatori bu qo'shish belgisi bilan, ya'ni birinchi bizda demak bitta tab orqali qo'shish, ayirish operatorida ayirish amali bajariladi. Demak, ko'paytirish bilamiz, bo'lishni ham bilamiz, ya'ni 10 ga 3 ga bo'lamiz. Natija floatda chiqadi, chunki 10 ga 3 ga bo'lsak 3 butun nechadir bo'lib chiqadi. Ikkita bo'lish belgisi bu butun qismini olish hisoblanadi. Ya'ni 10 ga 3 ga bo'lsak 3 butun nechadir chiqadi. Bizda 3 ni oladi, butun qismini olish. Bu prosent belgisi, bu qoldiqni hisoblanadi. Ya'ni 10 ga 3 ga bo'lsak qoldig'imizda 1 chiqadi, 1 chiqish kerak.
Bu ikkita ko'paytirish belgisi bu darajani bildiradi, ya'ni 10 ning a o'zgaruvchining b darajasi degani, ya'ni a bizada 10, b 3, o'shaning uchun 10 ning 3-darajasini chiqaradi. Keling buni bitta rang qilib ko'ramiz. Demak, py Demak, bizada 13 chiqdi birinchisi. Bu qo'shish, ya'ni 10 ni 3 ga qo'shamiz, 13 chiqadi. 10 dan 3 ta ayiramiz, 7 chiqdi. 10 ga 3 ni ko'paytirdik, 30 chiqdi. 10 ni 3 ga bo'ldik, 3,333 chiqdi. 10 ni butun qismini oldik, 3 ga bo'lib 3 chiqdi. 10 ni 3 ga bo'lib qoldig'ini oldik, 1 chiqdi, hamda 10 ning 3-darajasi 1000 chiqdi. Ushbu amallarimiz arifmetik amallar hisoblanadi. Arifmetik amallar yoki operatorlar desak ham bo'ladi. Keyingisi taqqoslash operatorlari, ya'ni comparison. Comparison ham o'z nomidan ma'lumki, taqqoslash, ya'ni ikkalasi tengmi yoki ikkalasi teng emasmi, bu kattami, bu kattami, katta yoki tengmi, kichik yoki tengmi kabi ko'rinishlarga ega hisoblanadi. Demak, keling bu kodimizni ham kodda ko'ramiz. Demak, x o'zgaruvchimizga 5, y o'zgaruvchimizga 7 bermoqdamiz. Ikkita teng belgisi x y ga tengmi degan so'rovga javob beradi. Undov teng degani ikkalasi teng emasmi degan savolga javob beradi. X katta y dan, bunisi kichkina yoki teng bo'lishi kerak. Demak, bularning barchasi bizga bu bool qaytaradi. Bool nima degani edi? True yoki false. Keling buni run qilib tushuntirib o'taman. Demak, birinchisi 5 7 ga tengmi degan savolga javob yo'qmi? Yo'q degani bizada false. Demak, mana false chiqdi. 5 7 ga teng emasmi deyapti. Demak, 5 7 ga teng emasmi? True chiqadi. Hamda 5 7 dan kattami? Yo'q, katta emas. O'shaning uchun false chiqadi. Hamda 5 kichik yoki tengmi 7 ga deyapti. Ya'ni kichik 7 dan, demak true chiqmoqda. Ushbu amallarimizni comparison, ya'ni taqqoslash amallari operatorlari hisoblanadi. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Mantiqiy operatorlar, ya'ni logical operatorlar. Bu and, or, not hisoblanadi. Demak, keling buni ham kodda ko'rib o'tamiz. Bizda is adult true hisoblanmoqda. Keling buni yana ham tushuntirib o'tsam, and degani bu va degani, bu qachon true bo'ladi? Qachonki ikkalasi ham true bo'lgandagina true bo'ladi. Ikkalasi ham true bo'lsa true chiqadi. Hamda bizada or operatori bor. Bu yoki degani, hamda kamida bittasi true bo'lsa true chiqadi. Hamda bizada bu belgi emas, shunchaki not deb turaylik. Yo'q degani bu shunchaki teskariga o'giradi. Keling buni misolda ko'ramiz. Demak, faylimizni bitta run qilib olamiz. False, true, false chiqdi. Nega false chiqdi degan savolga javob bizada is adult true, has ticket false turibdi. Demak, is adult va has ticket, demak true va false deyapti. Bizada va'da nima edi shartimiz? Ikkalasi ham true bo'lgandagina true chiqadi. Demak,
Bittasi true, bittasi false bo'lsa, demak false chiqadi. Or ya'ni is adult or has ticket, ya'ni true yoki false deyapti. Bu true chiqyapti. Bizada nima edi? Or yoki kamida bittasi true bo'lsa true chiqadi. Demak, bizada bitta true bor, demak true chiqadi. Agar ikkalasi ham true bo'lganda ham true chiqardi. Chunki bizada shartimiz kamida bittasi true bo'lsa true chiqadi. Hamda keyingisi is adult true edi, not is adult bo'lgani uchun true'miz false ga o'zgarib chiqadi. Mana false ga o'zgarib chiqdi. Demak, ushbu operatorlarimiz mantiqiy operatorlar edi. Keling endi vazifalar mavjud. Vazifalar orqali yana ham mustahkamlab olamiz. Ikki son ustida amallar. Foydalanuvchi ikkita sonni oling, ularni ayirmasi, yig'indisi va ko'paytmasi bo'linmasini chiqaring debdi. Keling buni ko'chirib olamiz. Demak, bizda A bor, qandaydir 4, B sonimiz bor, qandaydir misol uchun 8 deb turaylik. Biza print deymiz, yig'indisini chiqarishimiz kerak. Demak, A plus B. Keyin mana shu farqi yo'q. Minusda chiqadi ayirganimizda. A minus B print, demak ko'paytmasini chiqaramiz. Hamda print A bo'lingan B ni chiqarishimiz kerak ekan ekranga. Bitta clear qilib olamiz ekranimizni, terminalimizni hamda faylimizni ishga tushiramiz. Demak, 4 ga 8 ni qo'shsak 12, 4 dan 8 ni ayirsak -4, 4 ga 8 ni ko'paytirsak 32, 4 8 ga bo'lsak 0.5. Ushbu amallarni bajarishimizni so'ragan ekan. Demak, bajardik. Demak, barchasini ham hozir ko'rib chiqolmaymiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Bu shunchaki o'zingiz mustaqil ishlab o'rganishlaringiz uchun vazifalar hisoblanadi. Demak, 1 dan 8 gacha ko'rib olamiz hamda 10 ta o'zi savollar. Keling, juft yoki to'q sonni ishlab ko'ramiz. Foydalanuvchi kiritgan son juft yoki to'qligini aniqlang debdi. Bitta o'zgaruvchi ochib olamiz. Demak, foydalanuvchi kiritar ekan. Demak, son kiriting deb turamiz. Hamda bizda resultimizni result deb result emas, keling natija deb ochib turaylik o'zbekchada. Natija deymiz. Son juft bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Bo'lganimizda 2 ga, qoldig'imiz 0 bo'lish kerak. Keyin buni qavsga olib turing, chunki tushunarliroq bo'lishi uchun. Ya'ni sonimiz 2 ga bo'lyapmiz hamda qoldig'ini so'rayapmiz 0 ga tengmi deb. Juft son bo'lish uchun biz sonimizni 2 ga bo'lganda natijamiz 0 bo'lish kerak. Ushbu shartni tekshirib ko'rmoqdamiz. Son kiriting deyapti. Misol uchun 7 kiritamiz. Bu to'q, demak false chiqish kerak. Demak false chiqdi. Son kiriting deyapti. Endi misol uchun 10 kiritib ko'ramiz. True chiqdi, chunki 10 juft son. Ushbu qatordagi kodimizda sonimizni juft yoki to'qligini tekshiruvchi kod hisoblanadi. Demak, qolganlari ham xuddi shu tarzda ishlab olishlaringiz mumkin. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.